Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi atalmish 3 ni yetkazish va 6 ni bayon qilish shuari. Sharq Turkiston mustaqillik davosining harmas tulpari Qozog'istondagi Uyg'ur jamoat arbobi Adil Turdi vafot bo'ldi. İstanbulning ommaviy qatnash bekatlaridagi Xitoycha ko'rsatkichlar o'chirildi. Amerika Suriyadagi etnik va diniy asonliq millatlarga 50 million dollar yordam qiladi. Toronto İslam Üniversitesi'nin orlaştırışıda Şərq Türkistandaki zulümler anlatıldı. Tövəndə dehqanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Xitoy Komünist Partiyası Şərq Türkistandaki atalmış tərbiyələş mərkəzlərini davamlıq saqlab qelish üçün yeni hil mikirlərini oylab çıxmaqda. Atalmış 3 ni yetkazish və 6 ni bayon qilish. 3 ni aniq yetkazish, oila a'zolariga shu kishining vaqtincha tutib turilish va markazlik tarbiyalanish sababini aniq yetkazish. Partiyaning siyosatlarini aniq yetkazish. Vaqtincha tutib turilish va tarbiya yetkazishning ularni qutqizib qilish va g'amxo'rlik qilish ekanligini aniq yetkazish. 6 ni ochiq bayon qilish. Oila a'zolariga vaqtincha tutib turilish sababini ochiq bayon qilish. Navbatga qattiq zarba berish faoliyatini ochiq bayon qilish. Diniy asabiy ideyaning reallikdagi ziyonliklarini ochiq bayon qilish. İdeyat zararlangan kishiga nisbatan dal vaqtida tadbir qo'llanmaganda jamiyatga hatto oilasiga chetildiganligini ochiq bayon qilish. Hukumatning ularga yordam qilib qutqizish mavqesining boshlanish nuqtasining markazlik tarbiyalash ekanligini ochiq bayon qilish. Yana davomli qonunsiz qilmishlar bilan shug'ullanishga og'ir jazo berildiganligini ochiq bayon qilish. Bu chaqiriqqa qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamab, zulm sistem ilib berayotgan bu faşist siyosatiga qarshi dunyoning har qaysi joylarida norozilik to'lqini ko'tarilayotgan bugungi kunda kun nurini etak bilan yopqilib bo'lmagandek o'zining razil qilmishini har xil bahonalar bilan yugab kelmoqda dedi. Sharq Turkiston mustaqillik davosining harmas tulpari. Sharq Turkiston Milliy Majlis va Sharq Turkiston Mustaqillik Tashkilotining qurg'uvchilarining biri. Qozog'istondagi Uyg'ur jamoat arbobi Komil Turdi hayotining oxirigacha Uyg'ur masalasini dunyoga anglatish uchun kurash qilib o'tgan bu azimat 2019-yil 12-oktyabr kuni kasal sababidan 72 yoshida bani olamdan boqiy olamga safar qildi. Alloh marhum Komil apandining yotgan yerini jannat qilsin. İstanbulning Fatih rayonidagi tramvay bekatlariga oldingi kunlar chaplangan Xitoycha yo'l belgilari va Xitoycha xatlar avomning e'tiroz bildirishi hamda noroziliklari natijasida o'chirildi. İstanbuldagi Uyg'ur jamoati bilan Turk ommaviy tashkilotlari bu hodisaga qarata kuchli noroziliklarini bildirib, bayonotlarni e'lon qilgan edi. İstanbul shaharlik hukumat bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan do'stlik kelishimidagi belgilamalar bo'yicha 6-oktyabr kuni İstanbulning tramvay yo'llaridagi bekatlarga Xitoycha xatlar chaplangan bo'lib, buningga qarata İYİ partiyasi, Saadet partiyasi, Ülke Ocaqlari, Dünyat, yani tüm xalqlar yordamlash jamiyati, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi qatorliq partiya va ommaviy tashkilotlar jiddiy shaklda e'tiroz bildirib, Xitoycha xatlarni darhol elib o'tishni talab qilgan. İjtimoiy tarmoqlarda xalq ommasi tarafidan İstanbul Büyük shahar baladiyasiga norozilik bildirilib, inkoslar yozilgan. Ülke Ocaqlari, Dünyat, yani tüm xalqlar yordamlash jamiyatining a'zolari va bir qism yoshlar bekatlardagi Xitoycha xatlarni so'kib, o'rniga Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlarini esish bilan birga Yoshsun Sharq Turkiston degandek xatlarni choplagan. Xitoycha xatlarni bekatlardan so'kib tashlagan Dünyat, yani Butkul xalqlar yordamlash jamiyatining raisi Salih Qilish bu vaqtda Twitter hisob orqali tarqatgan bayonotida mundaq degan: Millionlagan Uyg'ur turklarni assimilyatsiya qilishga, ularni oyoq osti qilinishga o'rnayotgan Xitoy va ularga cho'moqchilik qilayotganlar bilsinki, ular Xitoycha xatlarni İstanbul bekatlariga yana chaplasa, biz yana hammani so'kib tashlaymiz. Uyg'ur qarindoshlarimizni xususiy manfaatinglar badaliga ranjitishinglarni xohlamaymiz ham buningga sukut qilmaymiz. Sharq Turkiston biz turklarning ota yurtimizdir degan. Xitoycha xatlarning bekatlarga chaplanganligiga norozilik kuchaygandan keyin İstanbul shaharlik hukumat idorasi tomonidan tushuncha berilgan bayonotida Xitoycha xatlarni bekatlarga esish ishi Xitoy kommunist hokimiyatining qurilganligining 70 yillik munosabati bilan Xitoyning davlat bayramidagi mezgilda İstanbulga kelgan 400 ming atrofidagi sayohatchiga aloqador ekanligi, buning vaqtlik esilganligini, boshqa davlatlarning davlat bayrami kunlaridami shu davlatning tilida bekatlarga yo'l ko'rsatkish esilganligini bildirdi. Bayonot yana İstanbulning sayohat ishlarini taraqqiy qildirish uchun har qaysi davlatlarning muhim bayram kunlarida chet ellik sayohatchilarga qulaylik yaratish maqsadida mazkur plan o'tirib qo'yilganligi. Sayohat ma'lumotlariga qaraganda arab sayohatchilar uchun Ro'za Hayit va Qurbon Hayit bayramlarida arabcha xatlar, Navro'z bayrami kunlarida eronliklar uchun farscha xatlar, ruslarning Pasxa bayrami kunlarida ruscha xatlar İstanbulning qatnash sistemalari bilan yo'l ko'rsatkich taxtalariga qo'shimcha esildiganligi bildirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Suriyadagi etnik va diniy asonliqlarning haq-huquqlarini qo'g'dashga ishiltish uchun munosabatli o'rinlarga 50 million dollar yordam berish planini ma'qulladi. Aqsaray yozma bayonot e'lon qilib, Trumpning Suriyada azob chekayotgan etnik va diniy asonliqlarning muhofazat qilinishiga alohida ahamiyat beradiganligini eskartib,
Prezident Trump Suriyadagi azob chekayotgan etnik va diniy osonliklarning muhofazat qilinishiga va kishilik huquq vaziyatlarining yaxshilanishiga sarf qilinish uchun $50 million yordam berganligi. Mazkur yordamning Suriyadagi kishilik huquqni qo'g'dag'uvchi o'rinlarga, ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi tashkilotlarga va psixik davolash bilan shug'ullanadigan yordam berish o'rinlariga berilganligini eskartib, xalqarodagi boshqa kuchlarning bu sohalarga yordam qilishlarining kutilayotganligi, hukumatga nisbatan etnik va diniy osonliklarning haq-huquqlarining kafolat ostiga elinganligidan xotirjam bo'lish eng muhim ish ekanligini bildirgan. 2019 yılı 12 oktyabr günü Kanada Torontodagi İslam Universitetining o'rinlashtirishi bilan universitetning yig'in zalida Xitoydagi Sharq Turkistonlik Uyg'urlar mavzusida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishga Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Darman vaqt qatnashgandan sirt Uyg'urlardan boshqa 500 ga yaqin musulmon qatnashgan bo'lib, Mehmet To'xti bilan Sheyx Abdullah Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning bugungi kunda jazo lagerlari tortayotgan zulmini, irqiy qirg'inchilikni anglatish bilan birga boshqa musulmonlarning jim turganligini aybladi. Yig'ilish yana Uyg'ur qizi Asma Abdurim O'tkirning Iz nomli she'rini deklamatsiya qildi. Mazkur yig'in zalining ichiga yana Uyg'urlarning hozirgi ahvolini to'ntadigan lozinkalardan boshqa Uyg'urlarning madaniy kiyim-kechaklari bo'lgan atlas, konvoy, bosh kiyimlari va gelam, ko'rpa, yostiqlarni nihoyat nafis tizilgan bo'lib, yig'inga qatnashgan ziyoratchilarning Uyg'ur millatini texim yaxshi tonishiga turtki bo'lgan. Yig'in zalining kirishiga Sharq Turkistonning qadimiy masjidlaridan bo'lgan Etka jamiyatining modeli qo'yilgan bo'lib, ziyoratchilar jami ishkidan kirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşkice aman bulanlar. Xeyri xoş. Allah emanet.